Assalomu alaykum, mana ko'rasizlar suvni mana 1 metrga otib beryapti Xudo xolasa. 300 lik nari kelsa 250 lik bunisi. Mana Xudo xolasa Qashqadaryo Nishon tumanida qaysi kanalida bu? Qarshi magistrat kanaliga qo'ydik inshaalloh. Mana ko'rasizlar. Mana montajlari o'zimizning Qo'qon samodelniy nasoslar. Temirdan bo'lgan, qo'lni temirdan bo'lgan nasoslarimiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qashqadaryo bitta patishkani bosib qo'yamiz. Mana suv. Bu xolasa suv. Oldidan olib ko'rsatdim. Bu xolasa mana 350 300 lik suv. Bu xolasa suvni qarang, to'ldirib yubordi. Xudo xolasa mana shu ikkitasi 500 lik suvni beryaptimi aka? Beryapti. Xudo xolasa pastda 500 lik nasos turibdi. Hozir bu turbalarni chiqarib tashlagan mana ona. Mana bu yerda turibdi. 500 lik nasosni o'rniga ikkita, bitta 45 kilovat, bitta 37 kilovat suvimizni chiqarib berdik. Bu 500 lik 132 kilovatda ishlaydigan nasos. Hozir mana ko'rsataman sizlarga. Xudo xolasa keng baravar ekonomiyasi ham bo'ladi. Mana motori, mana nasos. 132 kilovatlik dvigatel. Buni chiqarib tashladi. Ular уже stikiga chiqdi. Inshaalloh bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qashqadaryo. Olg'a.